Mangosh Dildor opa, homiladorman. Sizni harakatlaringiz bilan, natijalaringiz bilan bu bemorim men xotiramda bir umr muhrlanib qoldilar. Shogirdlarimizga ham har doim operatsiyadan keyin ana shu bemori voqeasi haqida men aytib o'taman. Tojikistonda meni natijamni ko'rib, 3 yillik bepushtlik bilan bir er-xotin keldilar. Qabulda ularni ko'rdim, hamma etaplarni tushuntirib berdim, lekin hech qanaqa konservativ lecheniyangiz kerak emas Dildor opa. Biz boshimizdan ko'p narsani o'tkazdik. Hamma narsa qilib bo'ldik. Sizni operatsiyangiz uchun o'sha yerdan keldik deb aytishdi. Ularni men konservativ lecheniyaga hech qanaqasiga ko'ndira olmadim. Har xil masalalar, misollar keltirib bersam ham, lekin ular operatsiya qilib berasiz, shu uchun ham sizni tanlab keldik deb oyoq tirab turib olishdi. Kerakli tekshiruvlarni hammasini amalga oshirdik. Kardiolog terapevt tomonidan hech qanaqa qarshi ko'rsatma yo'q. Va operatsiya kuni, ertasi kuni bo'ldi. Operasionniy brigadamiz bizda juda ham katta, juda ham ko'p xirurg, ginekologlarimiz bor. Bu operatsiyani adashmasam Umid Jumanazarovich bilan amalga oshirganmiz. Xullas, operatsiya boshlandi. Laparoskopiya, gastroskopiya, diagnostik operatsiyamiz bor. Bunda nimaga homiladorlik bo'lmayapti deb ko'ramiz, ya'ni bachadonni, bachadon naylari, tuxumdonni va bachadonni ichidan. Ya'ni bu tekshiruv operatsiyasi hisoblanadi o'zi nomi bilan. Operatsiya boshlandi. Laparoskop bilan kirdik, razrez boshlandi. Bachadonni holati yaxshi, muammo yo'q. Bachadon naylarini ko'rdik. Chap bachadon nayda ozgina qayrilishlar, chandiqlar bor ekan, uni ochib yubordik. Tuxumdonda katta muammo yo'q. Operatsiyada turimiz Umid Jumanazarovich bilan nimaga bo'tdi? Homiladorlik bo'lmayapti unda. Chunki turmush o'rtoqlarida ham katta muammo yo'q. Faqatgina